har bitta bog'i bor, uy egasi toq qaychi bo'lishi shart. Nima uchunligini ko'rsataman. Birinchi massasi gullab bo'ldi va mana bunaqa holatga keldi. Bunaqa holatda atirgulimizni biz yaxshilab kesib, butalab qo'yishimiz kerak. Hozir shu narsani qilamiz. Bu meni eng yaxshi ko'radigan prosesim. Mana har doim bilinglarki, shtampi va atirgulni kesib o'tganinglarda taxminan 1-1,5 qarich qoldirib, qolganini kesib tashlashimiz kerak. Shunda yangi atirgullarimizni novda chiqazadi va u novdalari yangi gul bilan bizani xursand qiladi. Yo'da bitta atirgulimizdan kesib bo'ldi. Endi ikkinchi atirgulimizga boramiz. To'g'ri, mana bunday paytda kesganimizda juda ham xunuk bo'lib qoladi o'simlik, lekin bu qisqa muddatda o'ziga keladi va sog'lom, yangi shoxlar o'sishni boshlaydi. Atirgulimizni kesdik. Mana qancha orishcha gullab bo'lgan shoxlarni olib tashladi va atirgulimiz yengillashdi. Endi esa mana shtam boshidan uyg'onadi. Tasavvur qiling, har bitta kesgan joyimizdan 2-3 ta shoxlaydi va bu yana bitta katta buketga aylanadi.